Bizning patsiyentimiz Xudo xohlasa homilador bo'lib keldilar. Bir yil davomida homila bo'lmagan ekanlar. Avgust oyidan boshlab davolanishga qatnadilar. Mana qolgan o'zlaridan eshitasiz. Aytganlarida bir yil davomida homila bo'lmadi, keyin odamlardan doktor Hasan klinikasida eshitdi. Shu Muhabbat opani ko'ylari keldi. Avgust oyida ichida olgan bo'lsam, hozirda homiladorman, Xudoga shukr. Yaxshi lecheniya qildilar. Ularni lecheniyadan keyin ancha yaxshi bo'lib, homilador bo'ldim. Hozir mana 3 oylik. Rahmat ko'p. Oxirgi xayrli bo'lsin. Siz ham bolangizni ham qo'lingizga oldim. Sizda shunday giyotik muammolar bo'lsa, doktor Hasan klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Sizning sog'lig'ingiz bizning baxtimiz.